O'rgimchak odam to'r chiqqan sanasi va filmning kichik sarlavhasi e'lon qilindi va u esa film syujetiga ishora qiladi. Shuningdek, O'rgimchak odam olamlardan tashqarida filmdan ilk kadrlar namoyish etilib, uning premyera sanasi ham tasdiqlandi. Ushbu videoda shu anonslarni to'liq tahlil qilaman. O'rgimchak odam to'rdan boshlaymiz. Insiderlar bergan ma'lumotlarga ko'ra, film bir hafta keyinga surilgan. Buning sababi esa Kristofer Nolanning Odyssey filmi bilan raqobatdan qochishdir. Film 2026-yil 31-iyulda chiqadi. O'rgimchak odam to'r filmiga Brand New Day, o'zbekcha gapirsa yangi kun degan sarlavha berilgan. Ha do'stlar, uy mavzusi shu bilan yakunlandi. Bungacha barcha filmlar sarlavhasida uy so'zi bor edi. Endi esa dizayn ham o'zgargan. Film logotipi komiks shriftiga aynan moslashtirilgan. Xo'sh, keling syujet haqida gaplashaylik. Komiksning oldigi hikoyasida Peter Mephisto bilan kelishuvga erishdi. Mephisto o'layotgan xola Mayni saqlab qoladi, lekin buning evaziga Peter va Mary Jane'ning turmushi yo'q qilinadi va butun dunyo Peterning o'rgimchak odam ekanligini unutadi. Bu uyga yo'l yo'q oxirida bo'lgan voqealarga juda o'xsharkan. Mishmishlarga ko'ra, Mephisto haqiqatdan ham o'rgimchak odam to'r filmida paydo bo'lishi mumkin va uni Sacha Baron Cohen o'ynaydi. Lekin ehtimol bu faqat kichik qism bo'lib, asosiy syujet boshqacha bo'ladi. Ba'zi mishmishlarga ko'ra, Peter bu safar Mephisto bilan emas, balki Dr. Doom bilan kelishuv qiladi. Doom unga xolasi May tirik bo'lgan dunyoni yaratib beradi va aynan shu dunyoda film voqealari sodir bo'ladi. Komikslarda Mary Jane Peterni unutgan va uning yangi sevgilisi paydo bo'lgan. Mishmishlarga ko'ra, O'rgimchak odam to'r filmida ham Peterning yangi sevgilisi bo'lishi mumkin. Eng ehtimoliy nomzod esa Qora mushuk. Brand New Day komiksda Venom bir paytda Skorpion bilan birlashadi. Uyga yo'l yo'q filmning titridan so'nggi sahnada Venomni ko'rganmiz va Skorpion esa mishmishlarga ko'ra filmning asosiy yovuzlaridan biri bo'lishi mumkin. Ehtimol Peter Skorpion bilan jang qiladi va oxirida simbiotik kostyumiga ega bo'ladi. Lekin baribir menimcha bu film multiolam bilan bog'liq bo'ladi. Chunki film Qasosqorlar 5 va Qasosqorlar 6 orasida chiqadi. Hatto boshqa o'rgimchak odamlar ham paydo bo'lishi mumkin. Mishmishlarga ko'ra filmda Shulk degan o'rgimchak ayol va Peterning qizi Mayday Parker ham ishtirok etishi mumkin. Maydayni esa aktrisa Sadie Sink o'ynashi mumkin. U allaqachon film aktyorlar tarkibiga qo'shilgan degan gaplar bor. Agar Mayday filmda paydo bo'lsa, menimcha bu aynan Raimi olamdagi Peter va Mary Jane'ning qizi bo'ladi. Tobey Maguire'ning Peter Parker esa filmda faqat cameo yoki titrdan so'nggi sahnalarda paydo bo'lishi mumkin. Andrew Garfieldni va Tobey Maguire'ni ehtimol Sony Qasosqorlar 6 gacha ushlab turadi. O'rgimchak odamning Qasosqorlar 5 filmida paydo bo'lishi haqida e'lon qilinmagani to'g'risida gapirsak, men aytadigan gaplarim bor. Ba'zi insiderlar O'rgimchak odam filmda umuman ko'rinmaydi deb aytgan. Chunki u O'rgimchak odam to'r voqealari bilan band bo'ladi. Men bunga umuman ishonmayman. Marketing nuqtai nazaridan bu katta xato bo'ladi. O'rgimchak odamning paydo bo'lishi va uning boshqa qahramonlar bilan aloqasi, ayniqsa Robert Downey bilan filmga bo'lgan qiziqishni bir necha barobar oshiradi. O'rgimchak odam Marvelning eng mashhur qahramonlaridan biri va menimcha Marvel shu imkoniyatni qo'ldan chiqarmaydi. Sony ham bu imkoniyatni qo'ldan chiqarmaydi. Chunki O'rgimchak odam Qasosqorlar 5 filmida bo'lsa, filmning titridan so'nggi sahnasida O'rgimchak odam to'rga bevosita bog'lovchi kadr bo'ladi. Bu esa Qasosqorlar 5 ni tomosha qiladigan ulkan auditoriyani O'rgimchak odam to'r filmiga jalb qiladi. Eslaylik, Cheksizlik urushi va final bilan bog'liq bo'lgan filmlar qanaqa natija ko'rsatdi. Qora Pantera va Kapitan Marvel filmlari qiziqarli syujetga ega bo'lmasa ham, faqat Qasosqorlar bilan bog'liqligi sababli milliard dollardan ortiq daromad oldi. Shu sababli men ishonamanki, O'rgimchak odam Qasosqorlar 5 da albatta paydo bo'ladi. Insiderlarga ko'ra, Marvel hali barcha aktyorlar bilan shartnoma tuzmagan. Shuning uchun faqat hozircha tasdiqlangan aktyorlarni e'lon qilishgan. Masalan, yaqinda insider Daniel Richtman bergan ma'lumotga ko'ra, Storm rolini ijro etgan Holly Berry Qasosqorlar
besh uchun shartnoma imzolash arafasida. Xuddi shu insiderning aytishicha, Tom Holland ham hozir Marvel bilan muzokaralar olib bormoqda. Tom Hollandning film anonsi haqida izohi shunday bo'ldi: "Biz sizni yo'l yo'q oxirida ulkan syujet burilishi bilan qoldirdik. Shuning uchun Brand New Day yangi boshlanishidir. Men faqat shuni ayta olaman. Barcha shu anonslar tufayli men O'rgimchak odam haqidagi barcha loyihalarni filmdan multfilmgacha qayta tomosha qilishni xohlab qoldim. Va albatta shu proyektlarni ITV orqali ko'raman." Bu yerda siz ko'plab filmlarni ajoyib sifatda mazza qilib ko'rishingiz mumkin. ITVda xohlagan film, serial va animatsion filmlarni ko'rishingiz mumkin. Telefon, planshet yoki Smart TV orqali tomosha qilish uchun qulay. Eng asosiysi, ITVda ko'plab filmlarni ajoyib o'zbekcha dublyajda topish mumkin. Havola orqali o'ting yoki QR kodni skaner qilib ilovani yuklab oling. Agar siz yangi foydalanuvchi bo'lsangiz, bor yo'g'i 290 so'mga sinov obunasini oling va eng zo'r kinolar olamiga qo'shiling. Endi esa kamida shuncha yoki undan ham ko'p kutilayotgan loyihaga o'tamiz. O'rgimchak odam olamlardan tashqarida nihoyat rasman tasdiqlandi, ammo film 2027-yil 4-iyunda chiqadi. Sony dastlab bu filmni 2024-yilda chiqarishni qanday rejalashtirgan edi? Men buni v общем tushuna olmayapman. Bizga filmning bir necha kadrlarini ko'rsatishdi. Phil Lord va Chris Miller, ya'ni ushbu multfilmni yaratadigan insonlar syujet haqida shunday ma'lumot berishdi. Olamlar to'rida film qayerda tugagan bo'lsa, yangi film aynan shu joydan boshlanadi. Multfilmning jamoasi animatsiyada yangi texnikalarni sinab ko'rish orqali chegaralarni buzmoqchi. Allaqachon e'lon qilingan kadrlar ham buni ko'rsatib turibdi. Grafika yanada chiroyli, yanada detallashgan. Menimcha ikkinchi film allaqachon shoh asar edi. Lekin endi ular yanada zo'rroq mahsulot tayyorlayapti. Ular shuningdek bu multfilm trilogiyaning ulkan yakuni bo'lishini, oldingi qismlardan yanada keng qamrovli va jasoratli bo'lishini ham qo'shimcha qilishdi. Keling shu loyihaning muhimligi haqida gaplashamiz. Birinchidan, Marvel ham ushbu proyektni targ'ib qilayotganiga e'tibor qaratdim. Marvel buni avval ham qilgan va o'shanda biz Tobey Maguire va Andrew Garfieldning O'rgimchak odamlarini ko'rdik. Tom Hollandning olamdan kelgan Brodiagani ko'rdik va Loki serialidagi muqaddas vaqt chizig'i ham paydo bo'lgan. Va bu safar yanada shunaqa bo'lishi mumkinmi? Insiderlarga ko'ra, ushbu filmda 3 ta O'rgimchak odamning barchasi qayta paydo bo'lishi mumkin. Axir Miles kanonik voqealarni buzishga urinayotgan bo'lsa, bu multi olamdagi barcha O'rgimchak odamlarning taqdiriga ta'sir qilishi mumkin. Agar shu film tufayli biz O'rgimchak odam 4 Tobey Maguire bilan va ajoyib O'rgimchak odam 3 Andrew Garfield bilan filmlarni ham olsak-chi, men haligacha Sony bu O'rgimchak odamlarning hikoyalariga munosib yakun yasashni orzu qilib turibman. Ular Qasosqorlar 6 filmida paydo bo'lishi ehtimoli yuqori, lekin o'sha filmda ularning hikoyalarini tugatish uchun yetarlicha vaqt bo'larmikan? Menimcha, Sony alohida filmlar orqali bu qahramonlarning hikoyalarini tugatishi kerak. Har qanday holatda ham insiderlar ularning hikoyasi Qasosqorlar oldidan keyin yakunlanishini aytishgan. Eng yomon variantda ularning hikoyalari O'rgimchak odam olamlardan tashqarida filmida tugatilishi mumkin. Buni bilish uchun esa 2 yildan ko'proq kutishimiz kerak. Birinchi qism 2018-yilda, ikkinchi qism 2023-yilda, uchinchi qism esa 2027-yilda chiqadi. Men shu situatsiyaga xursandman. Birinchi qism beqiyos go'zallikda edi va bizning qalbimizni zabt etdi. Ikkinchi qism barchasini yangi yuksak bosqichga olib chiqdi. Endi esa uchinchi qism yana bizni lol qoldirishga tayyor. Agar kadrlarni solishtirsak, har bir qismda loyihaning sifat darajasi oshayotganini ko'rishimiz mumkin. Tom Hardy shuni aytdiki, bir paytlarda O'rgimchak odam va Venom uchrashishi deyarli amalga oshgan, lekin studiyalar bu g'oyadan voz kechgan. Uning so'zlariga ko'ra, u bunday proyektda ishtirok etishdan juda mamnun bo'lardi, chunki bu juda qiziqarli bo'lar edi. Qasosqorlar 5 haqida gapirgan bo'lsak, insider Daniel Richtman aytishicha,
Marvel hali ham film uchun yakuniy ssenariyni tayyor qilmagan. Ular hali ham kerakli aktyorlarni yig'ishga harakat qilmoqda. E'lon qilingan rolik esa faqat ishlab chiqarish boshlanganini tasdiqlaydi, lekin syomkalar boshlanmagan. Syomkalar aprel oyining oxirida boshlanishi kutilmoqda. Aytgancha, muxlislar qiziqarli detalga e'tibor qaratishdi. Qasosxo'rlar filmning logotiplari cheksizlik toshlarining ranglarini takrorlaydi. Va savol, bu shunchaki tasodifmi? Va albatta kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Siz bilan har doimgidek Tony Kark edi. Ko'rishguncha.